Kecha moda olamida tarixiy voqea sodir bo'ldi. Chanelning 2026-yilgi bahor-yoz kolleksiyasi Parijda o'tkazilgan ajoyib moda ko'rgazmasi taqdim etildi. Bu safar podium sahnasi haqiqiy koinot muhitida, rangli sayyoralar va yorqin yulduzlar fonida bezatildi. Kolleksiyaning asosiy g'oyasi ayollarning erkinligi, kuchi va nafisligi. Bir libosda Chanelning o'ziga xos kodlari, tweed mato oq ko'ylaklar, qora va oq uyg'unligi, meli guli va Double S logosi saqlanib qolgan. Bu safar ular yangicha talqinda. Yangi siluetlar va shaffof yorqin ranglar, ayniqsa qizil, bejviy va oq rang kombinatsiyalari. Podiumda ayollar go'yo yulduzlar orasida yurgandek ko'rinadi. Chanel bu mavsumda modani osmon darajasiga ko'tardi. Bu kolleksiya klassika va zamonaviylik uyg'unligi. Chanelning ruhi va bugungi ayollarning jasoratini birlashtirgan ajoyib asar. Bu fashion showda Blackpink a'zosi Jennie ham bor edi, chunki u Chanelning global yuzi hisoblanadi. Bundan tashqari Kendall Jenner va Bezos oilasi ham bor edi. Sizga Chanelning bu yulduzli kolleksiyasi yoqdimi? Moda va dizaynerlik haqidagi eng qiziqarli ma'lumotlar profilimda obuna bo'ling.